Assalomu alaykum. Bugun bizda yana yangilik va yangi qo'llanma. Bu qo'llanma arab tilida so'z boyligi A2 darajasida. Daraja A2 lekin ichidagi so'zlarni qiyosi beqiyos desa bo'laveradi. Bu gapni nima uchun aytyapman? Chunki og'zakidan B2 plus hattoki S1 olaman degan kishiga ham tavsiya etiladi. Va yozmada ham xuddi shu hol. Bu so'zlarni yozmasdan darajani ko'tara olinmaydi. O'rtadagi bo'shliq, bu bo'shliqni to'ldirmasdan turib keyingi darajaga o'tishlik juda katta xato bo'ladi. Buni 10 yildan ziyod tajribaga ega bo'lgan mutaxassis sifatida aytyapman. Agar bularni bilmagan o'quvchini na B1 ga va na C1 ga ruxsat berish kerak. Ya'ni bu suv va havodagi zarur bo'lgan so'zlarni o'z ichiga qamrab olgan qo'llanma. Xabaringiz bor, buni B1 A1 qismini chiqargan edik. Endi bugun A2. A2 da o'zgarishlar katta. Avvalo, eng birinchi o'zgarish bu ya'ni bu qo'llanma haqida aytadigan bo'lsak, Miftah asosida tuzilgan. Miftah kitobini xabaringiz bor, endi balki o'tish mumkin, balki o'tish mumkin emas, lekin biz xulosasi bor bizda. Katta ehtimol bilan o'tish mumkin emas, ichidagi ba'zi bir ma'lumotlar tufayli. Shuning uchun bu doimiy azaldan biz o'zimizga ham muammo bo'lib kelgan va biz buni so'zini mana shu 2 yil 3 yil oldin video darslik qilayotganimizda terib chiqqan edim va mana shu so'zlarni o'z qo'llarim bilan yozib chiqqanman va deyarli ichida so'zlar qolmagan. Mashqlardagi so'zlarni ham terib chiqargan, hattoki o'sha mashqlarda ham so'zlar qolmagan. Ya'ni Miftahni oddiy holatda o'qigan kishi kelib buni o'qigan bilan solishtirsak, buni o'qigan yutib ketadi. Chunki oddiy o'quvchi, A2 darajasidagi o'quvchi so'zlarni kerak bo'lsa, ba'zida sifatiga yoki darajasiga e'tibor bermay, bee'tibor qoldirishi mumkin. Buni bilaman-ku deb yozmasligi mumkin, lekin bu barcha so'zlarni qamrab olgan qo'llanma va biz bundan anchadan buyon foydalanar edik, lekin sifatli holatda biz bugun e'tiboringizga taqdim qilyapmiz. Birinchi arabcha varianti, o'zbekchasi va gap. Gaplarni deyarli barchasini tushunishlik uchun mana shu so'zlarni yodlab olasiz. Va o'quvchi va o'qituvchi bu qo'llanmada qanday ishlaydi? O'quvchi so'zlarni yodlab keladi va o'qituvchi undan so'raydi. Masalan, bahor nima degan ekan desa, ar-rabi'u. Misol aytingchi deydigan bo'lsa, misolini iloji bo'lsa shuni aytish kerak. Uhibbu fasl ar-rabi'i li'annahu jamilun. Mana shunda natija kafolatli bo'ladi. Hazironi iyun bo'ladigan bo'lsa, ha bo'ldi bu iyun ekan deb o'tib ketilavermaydi. Balki bitta quruq bo'lmasin, bitta gap bilan isbotlab qo'yingchi deydi. Bizning ustozimiz bor edilar. O'sha ustozimiz o'qish vaqtida doim aytadilar, birorta so'z yoki birorta bir grammatik mavzu bo'lsa, endi quruq bo'lmasin, shuni bitta namuna bilan isbotlab beringchi degan ma'noda gap so'rardilar doim. Buni samarasini biz keyinchalik tushundik. Haqiqatdan ham shunchaki so'z yodlash bilan amalda qo'llanishning farqi bor ekan. Mavzular Miftahning mavzulari bilan barobar ketgan. Bir degani tinglab tushunishni bir nazarda tutiladi. Tinglab tushunish qismida 1, 2, 3, 4 ta qism bor. Har bitta vahdada, har bir bo'limda 4 ta qism bor. O'sha qismlar ketma-ketlik bilan berilgan bu yerda ham. Bir deganda o'shani tushunamiz. Uning ichidagi hamma so'z shu yerda. Va endi A1 dan farqli o'laroq endi bu yerda matn qo'shilgan. Matnni holatiga endi maqtanish emas, lekin haqiqatan ham gap bo'lishi mumkin emas. Miftahning darajasiga, talabiga javob beradi. Kerak bo'lsa, endi undan o'tib ketadi demayman, lekin o'shanga raqobat bera oladigan holatda desak ham bo'laveradi. Har bir qism uchun bittadan matn qo'yilgan. Miftahning o'zida dialog berilgan. Dialog darajani ko'tarishi qiyin, lekin matn darajani yaxshi ko'taradi. O'shaning uchun biz matnni tanladik va o'sha asosda matnlarni berib o'tdik bu yerda. 1-2 da ham mana shu so'z boyligi, har birda kamida 40 ta 60 tagacha so'zlar chiqadi va yana o'sha matn. Bu matnni gapirib berishlik ham mumkin bo'ladigan saviyada. Juda ham murakkab emas, ishlataman deydigan va seferda tushishi mumkin bo'lgan saviyaga to'g'rilangan matnlar. Hop. Endi 2-4 qolganlari ham xuddi shuni singari ketaveradi. Bir chekkadan hammasini ko'rsatib o'tmayapman. Mana masalan, mana uni ko'radigan bo'lsak, 4-2 qismida mana shu so'z ishlatilgan joyda qoraga olib qo'yilgan bundan buyoqlarida va mana qoradagilarni sanab chiqasiz. O'sha bo'limdagi nechta so'z kamida 80% so'zi matn ichida ishlagan. Fi outlatis sayf, islohatil manzili, hammasi jidor, nafiza, addahan, tila. Mana shular yuqoridagi so'z boyligida kelgan va o'sha asosida tuzilgan. Va yoniga chiroyli qilib rasmlar qilib qo'yilgan zerikmaslik uchun.
Xo'p, 7 ta birinchi, ya'ni bilganlar bor. Miftahni A2 kitobida birinchi tinglab tushunish keladi, tinglab tushunish va so'zlashuv keladi. O'shanda 7 ta vahda bor. 7 ta vahda ichida har birida 4 tadan bo'ladi. 28 ta mavzu bor. Bu yerdagi matnlar ham xuddi shu bo'yicha ketgan va shundan so'ng ikkinchi qism so'z boyligi degan bu miftahni ikkinchi qismi bo'ladi. Ya'ni o'qish qismi. Bu yerda ham o'sha bu yerda lekin har bir bo'limda bir donadan matn berilgan. Kitobda ham biz ham xuddi shunday qildik va 14 ta matn bor bu yerda ham. Birinchi yana o'sha matnning so'zlari, ya'ni o'sha bo'limning so'zlari va mana matn. Bu matn informativ matn bo'ladi. Informativ degani ma'lumot beradi, bilimingizni oshiradigan matn. Birinchi qismida esa bu ko'proq gaplashishga moslangan matn edi. Xullas, tavsiya qilamiz, agarda siz shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, o'qituvchi bo'lsangiz foydalanish kerak, o'quvchi bo'lsa foydalanish kerak va ushbu qo'llanmalar silsilaviy kitoblar diniy qo'mita ro'yxatidan o'tgan, ichida biror dona diniy masalasi yo'q va diniy so'zlari ham yo'q. Talabga javob beradigan, qo'rqmasdan ishlatsa bo'ladigan qo'llanma tavsiya qilamiz.